Boshini yuvib yursa bo'lmasmikan desam, shunaqa taroq ekan qarindoshlar. Sochi abishni taragandek taravurarkansizlar dey. Sochi ichidagi hamma qazg'oqlarni taroq o'zini ichiga yig'ib olar ekan. Men buni bilmasdan bu qiz sochini 6 oydan beri yuvmagan bo'lsa kerak deb shubhalanayotgandim. Endi esa biz buni biz g'atimda buni sinab ko'rish kerak deb turib, xuddi shunaqa qazg'oq teradigan taroqni Xitoydan atigi 2 yuanga, ya'ni 3400 so'mga zakaz qilgandim qarindoshlar. Voy, bu taroqni rostakasimga tishi bor ekan, men buni qaraylar. Albatta sirrazi berilibgina soch tarashni boshladim qarindoshlar. Qarindoshingizda qazg'oqdan ko'pi yo'q. Voy, xuddi videodagi hamma qazg'oqlarimni terib bersa, rosa zo'r ish bo'lardi deb yaxshi niyatda maza qilib sochimni taradim. Eng asosiy joyi kelganda shundoq qazg'oq to'kadigan knopkasini bossam, hech narsa tushmadi dey. Yo, mana boshimda qazg'oq qolmagan yokida ana videoda ishlatib ko'rsatgan qari qiz bu taroqni ishlatishdan oldin 6 oy kamida boshini yuvmasdan keyin ishlatib ko'rsatgan. Qarindoshlar, bu taroqni yaxshi yokida yomonligini siz kommentariyada yozgan holatda aniqlab bering.